Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun 5-iyun Toshkentdan Abdullo akamiz Aziya platformadan 2.3 kubalik Lonking pogrushchigini xarid qildilar. Aka, tabriklayman xaridingiz bilan. Nimaga aynan Lonking pogrushchigini tanlaganingizni bir aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Lonking brendini tanlashimizga birinchi biz o'zi ko'mir bilan shug'ullanamiz. Boshqa ko'mirchilarda ko'rganmiz, anchadan beri shu texnika ishlayotganini ko'rib, birinchi bo'lib shu brendga qiziqdik. Haqiqatda birinchi shoshmasdan aylanib ko'rdik. Qanaqa takliflar bor bozorda, qanaqa brendlar bor, hammasini aylanib ko'rib, o'sha bekorga boshqalar shu brend tanlashmaganiga o'zimiz amin bo'ldik. Bu Lonkingga imенно Aziya platform bular firmasidan tanlashimizdan bular eksklyuziv diler ekan. Bularda o'sha zavod bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot bor. Har xil ehtiyot qismlar va boshqa servis xizmatlarda kamchilik yo'q. Xudo xolasa hammasini qilaveramiz deyishyapti. Aynan bu modelni bizga yoqqan tomoni qo'shimcha воздушный filtr, o'sha yerda masляный filtr o'rnatilganligi, hamda SRS sistemasi borligi. SRS sistemasi bor ekan, o'sha qo'shni stabilizatsiya qiladigan. Keyin yana boshqa elektron datchiklari o'zini o'zi o'sha diagnostika qilib, hamma xatolarni, kamchiliklarni aytadigan sistemalari. O'zi umumiy olganda texnikani ko'rikdan o'tkazib, o'sha hammasini endi ishlatib yurganimizni sal-pal tushunamiz, ko'rsak sifati o'ziga yarasha bilindi. Keyin yana bitta asosiy narsa perigon masalasi. Hamma joydan so'rab chiqdik, ko'pchilik o'sha endi perigon deganda Xitoydan shu texnikani haydab kelishar ekan. U aqlga sig'dira olmadim, qanaqa qilib haydab kelish mumkin. Bunaqa texnikani bular o'sha treylerda olib kelgan. O'shani hisobiga men bulardan xarid qilishga qaror qildik. Asosiy sabablari shu.